Bolajonlar, yaxshi kelib oldingizmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Bugungi ta'limiy jarayonimiz rasm to'garagi. Ushbu rasm to'garagi bu koptok mavzusi bilan tanishamiz. Chortoq tumani 19-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarning kun tartibini mazmunli tashkil etish yo'lga qo'yilgan. Tashkilotimizda o'ndan ortiq to'garaklar faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bu to'garaklarga tashkilotimizdan 130 nafardan ortiq bolalar jalb etilgan. Muassasada savodxonlik, sensor tarbiya hamda ijodiy faoliyat yo'nalishlarida mashg'ulotlar olib borilmoqda. Abaks orqali misollar ishlaymiz, doim yoki bo'lmasam qo'l barmoqlarimiz orqali misol ishlaymiz. Bugun esa biz Polabaks orqali deb oyoqlarimizda o'yin holatida misol ishlashni o'rganamiz. Jarayonda ranglarni ajratish, shakllarni farqlash, nutqni rivojlantirish va mustaqil fikrlashni shakllantirishga qaratilgan amaliy usullar qo'llanilmoqda. Bolajonlar, bugungi bizning qiziqarli matematika to'garagimizda sonlarni qisqartirish o'yinini o'ynaymiz. To'garaklar faoliyati orqali bolalarning qiziqishlari aniqlanib, ularning iqtidorini rivojlantirishga sharoit yaratilgan. To'garaklardan ko'zlangan maqsad asosan bolalarda o'z-o'ziga xizmat qilish ko'nikmalarini shakllantirish, bolalarda mustaqillikni, o'z fikrini bayon eta olishni, mustaqil harakat qila olish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Mashg'ulotlarda uyli texnologiyalar keng qo'llanilishi bolalarning faolligini oshirmoqda. Okay, today in our English class we will have a topic about vegetables. Shuningdek, tarbiyachilar tomonidan bolalarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etib, ularning jamoada ishlash ko'nikmalari mustahkamlanmoqda. Bolajonlar, bugungi to'garagimiz Zumradoylar davrasi. 19-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasining izchil mehnati natijasida ta'lim-tarbiya jarayoni samaradorligi ortib bormoqda. Kelajakdagi rejalarimiz yana tashkilotimizda budjetdan tashqari mablag'lar topish doirasida pullik to'garaklar ham tashkil etishni rejalashtirganmiz. Muassasa faoliyati yosh avlodning dastlabki rivojlanish bosqichida muhim o'rin egallamoqda.